Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. 2026-yilda konteyner mahsulotlari qanchadan bo'lyapti deganlarga narxini yoritib beramiz. Yetuvdimi? Narx jichepcha ko'tarilib ketardi. O'shani hisobiga jichepcha narxlar o'zgarib qolibdi. Narxini yoritib beramiz. Bitta like bosib tanish bilsaga jo'natib qo'yasizlar. Manzil Farg'ona viloyati, Bo'yda tumani, Dehqonobod Kaminterindan bo'lyapti. Qanimiz bo'lmasa boshladik. Xo'sh, qadrdonlar, qanimiz bo'lmasa boshladik. Ustakamizdan to'liq ma'lumot olamiz. Alaykum assalom. Tuzimsiz? Rahmat aka. Ha, rahmat o'zi. O'sha narxlar yetadimi? 15 kun oldi. Qo'yinglar deyordi. Mana jichepcha. Sizga gapingizga kirganlar arzon oldi. Shunaqa. Endi bundan ba'da ham qimmatlab ketdi. Hali ham kechmas. Sal o'zgarishlar bor. Nomiga qo'shilib qolibdi. Endi bu yog'i nima deydi? Ko'raveramiz, lekin olishli vaqtda hozir olib qo'ysalar zo'r bo'ladi. Akalarimiz o'zlari konteyner maydalashadi va albatta konteyner lisidan profillar, ya'ni naveslar uchun, teplitsalar uchun profillarni ham ishlab chiqaradi. Birinchi o'rinda profillar, keyin esa videomiz davomida konteyner mahsulotlarini ham narxini yoritib beramiz. Usta aka. Boshlayveramiz bo'lmasa. Konteyner profillari. Profillarimiz mana shu ko'rib turganimiz 4 ga 4 profil aka. To'rt burchak 4 ga 4 holatda mana bir tomonida svarka choki bo'ladi. İçi ham tashi ham o'sha doim aytganimizdek kraska. Keyin buni ikkilik stenasi bor. 1.7 1.8 bor. 2.30 2.60ligi bor uzunligi. Shunaqa variantlari bor ekan. Bunimizni hozir 1 metri 15.500 so'm qilib qo'ydik. O'tgan safar 16.5 ming qo'ydik adashmasam. Ya'ni 1.7 stenkasi 15.500 so'm. Shuni ham aytaylik. 1.7 stenasi 15.500 so'm. Mana bu ikkilik stenamiz 17.500 so'm. 17.500 so'm. Naves qilsa qanchaga ko'taradi? Naves qiladigan bo'lsa endi 12 metrgacha asosan 12 naves metrgacha qilinyapti. Undan og'iga ham yana qilinsa bo'laveradi. Sal qo'shimcha nimalar beriladi firmaga. Tushunarli. Qilinaveradi. Xo'sh, bularimiz-chi? Bularimiz aka, bular 6 ga 4. Bu ham qalin listdan bo'ladi. Bu ham o'sha ichi tashi kraska. Bu ham bir tomonida choki bor. 2.60 2.30 ikkala uzunligidan ham bor, uzunlikdan ham. Bunimizda 1 metr 23.500 so'm. 23.500 so'm. Endi nimasini, funksiyasini ham aytib ketaylik. Necha metrgacha ko'taradi? Bu o'sha 12 metrdan yuqorisi. 16 metr, 20 metr, 20 dan ortig'iga ham qilishyapti hattoki. Ustalarimiz ham ancha malaka bo'lib qoldi bu sohada. Tushunarli. Xo'sh, dastavkalar kelishilgan narxda yetkazib beriladi. Dastavkalar kelishilgan holatda qilib berilaveradi. Bundan tashqari akalarimizda o'sha teplitsalar uchun S profil, P profil, S profil, kapalak profil hammasidan bor aka. Bor aka, hammasidan. Mashina boshlaylikmi? Nechilik mashina zakazimiz? Bunimiz 10lik. 10lik listdan chiqqan, ha? 10lik S profil deyiladi. Qalinligi? Qalinligi 2 lik bo'ladi, uzunligi 2.30 bo'ladi. Bunimizda bir donasi 29 ming so'm. 29 ming so'm. Ikkalasi bir xilmi? Ha, ikkalasi bu ham 10 likdan. Hozir endi zakazga ishlanyapti asosan. Zakaz bersa, ko'p orttirib qo'yapmiz. Tayyorlab berishaveradi. Shunaqa ekan. Xo'sh, sezon boshlanib qolibdi. Xo'sh, bularimiz-chi, P'lar? Bular 9 lik P. 9 lik P. Bunimiz 27 ming so'm. 27 ming so'm. 1.30 lik, ha? 2.30 lik. Ha, 2.30 lik, 2 lik stena. Bunimiz 30 lik latogimiz bo'ladi, o'sha teplitsa uchun tarnovam deyiladi. 10 ga 10 bukilgan holati. Buni yana kim qanaqa razmer desa, bu yoni katta, bu yerda kichkina boshqa deyilsa 30 lik, 36, 40, 50, 60 farqi yo'q razmerida. Aynan mana shu 30 ligimiz hozirgi kunda 1 metr 35 ming so'm. 35 ming so'm. Bu yo'q endi o'sha katta kishilarga qarab razmer narxi o'zgaraveradi. Chiqarib berilaveradi. Bular eslarimiz-chi? Bu 12 lik S profilimiz. Bu ham 2.30, o'sha qalinligi 2 lik stenadan bu ham. Bunimizni bir donasi 35 ming so'm. 35 ming so'mdan. Xolasa men bitta arka ham qilib berilaveradi-ku, ha, xuddi shu razmerda arka qilingan holatini. Arka qilingan holati mana. Teplitsani razmerini aytsalar, akalarimiz hisoblab beraveradi. Shunaqa S profil, P profil, 6 ga 4, 4 ga 4 hamma nimadan xolasa arka qilib, xolasa shuni to'g'riligicha qilib berilaveradi. Hisoblab ham beraverasizlar-a? Endi masalan, qilmoqchi bo'lsa, puliga qarab turib, masalan, 10 metrga 20 metr qancha ketadi material desalar, albatta hisoblab berasiz. Ha, sotiga aytsa, sotiga mana shuncha ketadi. Bunimiz qancha? Bunimiz 7 ligimiz. 7 lik. Narxi. Buni bir donasi 19.500 so'm. 19.500 so'mdan. Biz hozir borlarni ko'rsatyapmiz. Zakaz beraverasizlar. Xohlagan razmeringizni chiqarib berishaveradi. Ustiga sizlarda qo'y oxirlarni xolasini tayyori, xolasini zakatovkasi bor ekan. Shunaqa ekan. Bularimiz qanchadan qo'y? Mana bu qo'y oxirimizni bitgan holati 2 metrlisi. Buni bir donasi mana shu holat 240 ming so'm. 240 ming so'm. Narvischi? Unimiz 280 ming so'm. 280 ming so'm. 260 lik. Zakatovkalari-chi? Zakatovkalar, mol oxirlari 260, 230 bo'lsa, o'sha 1 metr 122 ming so'mdan 30 260 farqi yo'q.
Qo'y oxirlarimiz 85 ming so'mdan. 85 ming so'mdan 1 metri. 1 metri. Buni o'sha 3 xil razmerda bo'ladi. Ha, shunga qarab ketadigan odam 20 metr ketsa, nimasini chiqarib olishi metrini kerak, ko'paytirsa summasini. chiqaveradi. Aha. Tushunarli. Qadrdonlar, mana endi esa konteyner mahsulotlariga o'tamiz. Bu yerda hammasi bor. Ya'ni shu yerdan kelasizlar, xudo xolasa ishlang bitib ketaveradi. Konteyner mahsulotlari. Usta aka, birinchi mana shu polliqlardan boshlaylik. Polliqlarimiz mana o'sha siz aytganingiz qilgan odamlar pollarni zo'rini arzonroq topib qoldi. Hozir ham qimmat bo'lib ketgan. Endi sal o'zgarish bo'lib qoldi. Kvadrat shu bir 5 ming, 10 ming so'mdan qo'shilib qoldi. O'shaning uchun mana hozir qandaydir pol sezonmi bilmayman, yetkazilganimiz yo'q. Tushunarli. Bunimiz katta razmeri usta aka. Ha, bu katta razmer, 1.16 eni, uzunligi 2.40. Shu eng katta razmeri shu konteynerdan chiqadigan razmer. Bundan kattasi bo'lmaydi. Bunimizni kvadrati endi mana bu ko'rib turilgan holati, bu arzon holati bu. Ya'ni zo'r holat emas, o'rtalik holat. Ha, pol butun pol, lekin mana bunaqa sal tirnalgan joylari bo'ladi endi. Lekin polga bo'laveradi, bitta konsiya. Ha, polga bo'laveradi. Bunimizda kvadrat 90 ming so'm. 90 ming so'mdan katta razmerda. Mana bularimiz mana istalbada turganlar. Bularimiz 100 ming so'mdan. 100 ming. Bunga qaraganda sal sifat yaxshiroq. Endi yana ham bundan sifatlilar endi chiqadi, yangi kelgan yukimizda. Ular 110 ming so'mdan. Laminatli deydigan bo'lsa, gapingizni bo'lib qo'ying. 135 ming so'm. 135 ming so'mdan. Eng arzoni qanchadan boshlanadi? Eng arzoni o'sha 50 ming so'mgacha bor hozir. 50 ming so'mdan boshlanib, agar bez laminat bo'lsa 110 ming so'mgacha qoplari. Laminatlarcha qimmatroq. Laminatlar qimmatroq. Tushunarli. Xo'sh, 10 ga 15. 10 ga 15imiz o'sha narxda turibdi bu. Qancha edi? Mana bu tozalanmagan varianti 220 ming so'm, tozalangan varianti 245 ming so'm. 245 ming bir donasi. Bu o'sha uzunligi 225, 230 bo'ladi. 10 ga 15 razmeri. Menga chanaga qo'shib shuni ham smarka qilib berasiz, ikkitasini, bittasini. Ustunlikka ishlaydi ekanda. Xo'sh, mana bularimiz-chi. Bu lagamiz, gibrid laga ham deyiladi. Mana shu mana ko'rib, bir tomoni kichkina, bir tomoni katta. Standartdan shunaqa farqi bo'ladi. Bunimizni bir donasi 73 ming so'm. 73 ming so'mdan, ha? Ha, bu ham eski narxda turibdi. Qovurg'asi bor? Qovurg'ali lagamiz 87 ming so'mdan bir donasi. 87 ming so'mdan. Bu ham o'zgargani yo'q. Eshikbozlarimiz? Eshikbozimiz bu kaltasi 110 ming so'm. 110 ming so'm. 225 bo'ladi uzunligi. Bularimiz 55 santimetrligimiz 15 ming so'm bir donasi. 15 ming so'mdan. Ya'ni ba'zi birlariga qo'shilib qoldi-da, hammasiga ham emas. Deyarli u darajada hali vahima qiladigan o'zgargan yo'q. Xohlasa. Xo'sh, bularimiz lagalar. Lagalarimiz 80 ming so'm. Standart laga ikkala tomon oyog'i bir xilidan. Bu ham 225, 230 bo'ladi. Bir donasi 80 ming so'm. Nargilar qancha dedik? 85 ga 75 mi? 73 ming so'm. Ha, 73 ming so'mga 80 ming so'm. 80 ming. Qovurg'asi bor? Qovurg'asi 87 ming so'm. 87 ming so'm. Endi pol qiladiganlarga eng tavsiya qiladiganimiz ana shu. Gibrid lagamiz arzon 73 ming so'm. Bo'laveradi. Ikkovining vazifasi bir, yuk ko'tarishi, qalinligi, og'irligi ham hattoki ikkovining og'irligi bir xil. Endi foydali tomoni arzonroq. Arzonroq ham kengroq bo'ladi. Bir tomoni kengroq, o'sha tomoni polga juda mos keladi. Lekin vazifasi bir xil-da. Shunaqa. Eshikbozlarimiz. Eshikbozimiz bu uzuni. 255 uzun bo'ladi uzunligi. 115 ming so'm bir donasi. Ruchkalar? Ruchkalarimiz mana shu narsa sal qo'shilib qoldi. Endi arava sezon kelib qoldi. 65 ming so'm uzuni. Uzuni 60 10 ming so'm qo'shib yubordik. Kaltasi-chi? Kaltasi 55 ming so'm. 55 ming Buni ham kelishtirib beramiz. Endi bu holatni ham imkon darajada beramiz. Eshikbozni qancha dedik? Eshikbozimiz 115 ming so'm, uzunligi 255. Kattasi 115 ming so'm. Kichkinasi 115 ming so'm. 105 ming so'm, ha? 105 ming so'm. Chunki hozir jonli efir qilaman-da, men o'shaning uchun yodlab olyapman. Xo'sh, mana bu 95 lik deyiladimi? Yo'q, bu 1 metr. Ha, 1 metrlik, yarim. 1 metrligimiz 24 ming so'm. 24 ming so'm. Mana bular lislarchi. 3 ga 1imiz 550 ming so'm bo'ldi. 550 ming so'm. Tushunarli. Listlarimiz qancha bo'lib qoldi endi usta aka? Listlar o'sha 95 ming, 100 mingga ham bor holatiga qarab. 95 mingdan 100 minggacha desak bo'laveradimi? Tomlis, yollis bir xil. Shunaqa bir xil, ha. Aha, tomlis, yollis bir xil. Xo'sh, bu tahlillar qancha bo'lyapti mana shu butuni? Takliflarimiz 7 million 700 ming so'm chiqyapti. Ha, bu boshqa yo'q ekan-a? Yo'q. 7 million 700 ming so'm yuklatib berish ichida shu holatda. Shuna eshiklarimiz-chi? Eshiklarimiz 650 ming so'm. Tozalanmagan, ha? Tozalanmagan holati. Ha. Xo'sh, bular metallom qancha bo'lib qoldi? Metallom yetib ketaylik. Metallom 3700 so'm. Ha, o'zgargani yo'q. Yo'q. 3700 so'm metallom. Mana bularimiz-chi? Eshiklisimiz sal o'zgarib qoldi. 230 ming so'm uzuni. 210 ming so'm kichkinasi, kaltasi. Mana bularchi ustoykalik. Bu ustoyka, Daroza tepa deyiladi. Ustoykali 12 ga 12. Bir donasi 170 ming so'mdan. 2 metr bo'ladi. Bu ham qalin bo'ladi, nihoyatda. Ha, qalin bo'ladi, juda baquvvat narsa. Ha, bu 90 metr. 93ligimiz.
24 ming so'm bir 24 donasi. ming so'm. Ugolotga yetib ketadi. Juda ko'pchilik shuni so'raydi. 2 ga 2 mi? 2,5 ga 2,5. 2,5. Kichraytirib yubormagan razmerini. 2,5 ga 2,5. 2,5. Narxi Narxi 5,5 ming so'm. 5,5 ming so'mdan baradorlar. Ko'pchilik shuni so'raydi-ki, hali xunukni so'rashadi. Xunuk ham bormi? Ha, bizdan ham ko'p so'ragani uchun o'shaning uchun ko'p yig'ilmayapti. Ha, ketib qolyapti. Xunuk ham bor, ha. Qancha Metallomga ham tashiyapmiz, alohida qilib ham sotilyapti. Ha, sizlarga metallomga sotsalar ham, jo'n sotsalar ham. Mehnat kamroq. Ha, Kamroq gapirasiz. tushunarli. Narxi bir xil. Kam mehnat qilasiz, ha, Qancha o'zlari berilyapti? yuklab ketadi metallomga. Bir donasi 110 ming so'm. 110 ming so'm. Metallomga ham nimaga ham shu ekan. Oy, mana endi etodima degan joy keldi. Chana qancha bo'lib qoldi ustaga? Chanamiz 520 ming bo'lib qoldi. 520 ming so'm. Ya'ni oxiri 470 dan video qiluvdik, adashmasam. Ha, 440 ga tushganda ham olmadi ko'pchilik endi. 440 ga ham tushdi qadrdonlar. Endi esa 520 ming so'mdan tanlab olib ketaverasizlar. Bizning kanaldan chiqqanlarga chep-chep kelishtiriladi, xudo xolasa. Sal kelishtirib beramiz. Adashmasam 500 dan yig'ishtirib yuribdi deb eshitdim Furada. Ha, furaga 500 dan o'zlari keladi aka, trosini ilib, kranga yuklashadi. Aha. 500 ming so'mdan bo'lyapti. Endi o'zimiz yuklab, o'zimiz donalab sotadigan bo'lsa, endi har bittasini qo'lda ko'tarib tashlaymiz, yuklaymiz. Endi shuni hisobiga sal optimnikidan 5-10 ming farqi bo'ladi. Ha, tushunarli. Bularimiz. Bularimiz 6 ga 6, uzunligi 11.70. Hozirgi kunda bir donasi 690 ming so'm. Bu o'zgargan yo'q. 90 ming so'mda 690 ming so'm 11.70. Paddollarimiz-chi? Paddollarimiz 32 ming so'mdan oyoqlari bilan. 2 ming so'mdan, ikkita oyog'i bilan, ha? Ha, ikkita, 3 tadan ham. Mana olib ketaverib, palasa. Palasamiz 65 ming so'm. 65 ming so'm. 2 metrlik deydi, 6 ga 6 2 metrlisi 75 ming. 75 ming so'm, ha? Aha, 75 ming so'm. Xo'sh, menimcha hammasi qoldi. Endi mana kapalak profilda chiqarib beraverasizlar, ha? 15 ming birdan, emas, 1 metr. 1 metr 15 ming so'mdan. Qolasan, boshqa razmerlar ham konteynerdan chiqarib berishadi. Qadrdonlar, mana Alloh qodir qancha ma'lumotni berdik. Kimga shunaqangi konteyner mahsulotlari, konteyner profillari kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bugungi sana 26 mi? 27. 27-yanvar 2026-yildagi narx aytilyapti. Like bosib tanishmishlarga jo'natib qo'yamiz.